Assalomu alaykum. Fond birjasi nima va u qanday faoliyat yuritadi? Kompaniyalarning aksiyalari oldi-sottisi orqali boyib ketgan odamlar haqida juda ko'p eshitganmiz. Daromadlarni to'g'ri investitsiyalash hamda firibgarlar qurboniga aylanmaslik uchun qimmatli qog'ozlar bozori mexanizmlarini bo'lish kerak bo'ladi. Demak, fond birjasi o'zi nima? Fond birjasi bu qimmatli qog'ozlar savdosiga mo'ljallangan uyushgan bozor bo'lib, u yerda qimmatli qog'ozlar xaridori hamda sotuvchisi uchrashadi. Ro'yxatga olingan qimmatli qog'ozlar birjalarga joylashtiriladi. U yerdan ularni jismoniy va yuridik shaxslar, ya'ni investorlar xarid qilishi mumkin. Fond birjasida aksiyalar kotirovkasi ham mavjud bo'lib, u aksiyalarning fond birjasidagi bahosi hisoblanadi. Talab va taklifga ko'ra belgilanib, kompaniyaning sof daromadi, avval to'plangan dividendlar hajmi, firmaning obro'si va qimmatli qog'ozlar bozoridagi o'rni kabi ko'plab omillarga bog'liq bo'ladi. Ma'lumot o'rnida Toshkent Respublika fond birjasi O'zbekiston Respublikasi hududidagi yagona fond birja bo'lib, u 1994-yil 8-aprelda tashkil etilgan. Hozirda u yerda 99 ta kompaniya o'z aksiyalari va 4 ta emitent, ya'ni aksiya chiqaradigan kompaniya o'z obligatsiyalari bilan savdo qiladi. Amsterdam fond birjasi esa dunyodagi eng ko'hna birja bo'lib, u 1602-yilda tashkil etilgan. Aynan shu yili tarixdagi ilk aksiyadorlik kompaniyasi Gollandiyaning Ost-India kompaniyasi ham o'z ish faoliyatini boshlagan.